Abyuzer kim? Psixologiyada abyuz deganda bir insonning boshqasiga nisbatan jismoniy, ruhiy hamda emotsional zarar yetkazishi tushuniladi. Abyuzning bir nechta turlari bor. Birinchisi bu emotsional abyuz. Haqorat qilish, tahqirlash, sukut bilan jazolash, manipulyatsiyalar qilish. Ikkinchisi ruhiy abyuz. Insonni o'zini shubha ostiga qo'yadigan ishlar qilish, uni ongini nazorat qilish, o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradigan harakatlar qilish. Uchinchisi jismoniy abyuz. Urib so'kish, tahdid qilish, jismoniy jarohatlar yetkazish. To'rtinchisi esa iqtisodiy abyuz. Pulni nazorat qilish, moliyaviy jihatdan o'ziga bog'lash, sen ishlama, hamma narsani o'zim beraman deb, so'ngra har bir so'mni pulni hisobini so'rash. Mana shular abyuzning muhim ko'rinishlari hisoblanadi. Abyuz munosabat bu muhabbat emas, nazorat va qo'rqitish orqali o'ziga bog'lash hisoblanadi. Agarda ushbu mavzu sizga qiziq bo'lsa, mani kuzatishda davom eting. Tez kunda abyuzer munosabatlarga taalluqli juda ko'plab ma'lumot va bilimlarga ega bo'lasiz.